Salom hammaga. Bugun biz aql bovar qilmaydigan bir safarga chiqamiz. Tasavvur qiling, bir tomonda g'arb falsafasining otasi Arastu, ikkinchi tomonda esa sharqning buyuk dahosi Ibn Sino. Ularni nafaqat ming yillik vaqt, balki butun bir madaniyatlar ajratib turadi. Lekin ular o'rtasida biz ko'ra olmaydigan, ammo juda mustahkam bir intellektual zanjir bor. Xo'sh, tayyormisiz? Keling, ana shu oltin zanjirning sirlarini birgalikda ochamiz. Mana, qarshimizda ikki titan. Bir tomonda Arastu, qadimgi Yunonistonning eng yorqin aqli. Ikkinchi tomonda esa oradan bir necha asrlar o'tib, Markaziy Osiyoda Sharq Renessansi davrida porlagan yulduz Ibn Sino. Ko'rinishidan ular o'rtasida hech qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin emasdek, to'g'rimi? Lekin aslida ularning fikrlari bir-biriga shunday chombarchas bog'langanki, keling o'sha bog'liqlikni topamiz. Bu zanjirning birinchi halqasini topish uchun biz Arastuga qaytishimiz kerak. U o'ziga va butun insoniyatga bir savol bergan. Juda oddiy, lekin ayni paytda juda chuqur savol. Yaxshi hayot o'zi nima? Ya'ni, inson qanday yashasa haqiqiy baxtga erishadi? Aristoning bu savolga javobi bitta ajoyib so'zda mujassam: evdemoniya. Endi bu so'zni shunchaki baxt deb tarjima qilsak adashamiz. Bu aytaylik bir bo'lak shokolad yegandagi xursandchilik emas. Yo'q. Evdemoniya bu insonning o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi, ma'noli va fazilatli hayot kechirib kamolotga erishishi. Bu chinakam farovonlik degani. Yaxshi, deylik, biz hammamiz shu evdemoniyaga erishmoqchimiz. Xo'sh, qanday qilib? Arasto buning uchun amaliy bir yo'l xaritasini chizib bergan. Birinchi qadam aqlni, ya'ni amaliy donalikni ishga solish. Ikkinchidan, shu aql yordamida o'zimizda jasorat, mo'tadillik, adolat kabi yaxshi xislatlarni, ya'ni fazilatlarni shakllantiramiz. Uchinchisi va eng muhimi amaliyot. Bu fazilatlarni shunchaki bilib qo'yish emas, balki har kuni, har bir ishimizda qo'llab odatga aylantirish. Ana o'shandagina biz haqiqiy kamolotga, ya'ni evdemoniyaga erishamiz. Endi tasavvur qiling, vaqt mashinasiga o'tirib, naq 1300 yil oldingi to'g'ri Buxoroy Sharifga uchamiz. O'sha yerda yosh bir daho Ibn Sino aynan Arastuning kitoblari bilan olishardi. U ham o'sha savollarga javob izlayotgan edi. Va bu shunchaki taxmin emas, buni Ibn Sinoning o'zi o'z tarjimai holida yozib qoldirgan. O'ylab ko'ring, bir emas, 10 emas, naq 40 marta Arastuning eng qiyin kitobi metafizikani o'qiydi, lekin hech ma'nosiga tushuna olmaydi. 40 marta. Bu uning uchun qanchalik muhim bo'lganini ko'rsatadi. Va keyin kutilmaganda bir mo'jiza ro'y beradi. U bozor aylanib yurganida bir kitobga ko'zi tushadi. Bu Arastuning o'zi emas, balki undan oldin o'tgan boshqa bir buyuk mutafakkir, Forobiyning Arastu asariga yozgan qisqa bir sharhi edi. Va mana shu kichkina kitobcha Ibn Sino uchun qulflangan eshikka kalit bo'ladi. Birdaniga hamma narsa oydinlashadi. Ana shu kashfiyot Ibn Sinoning butun hayotini o'zgartirib yuboradi. Endi uning maqsadi shunchaki Arastuni tushunish emas. Yo'q, u bundan ham kattaroq maqsad qo'yadi. Arastuning mantiqiy fikrlashini, ya'ni g'arb ratsionalizmini sharqning chuqur donoligi bilan uyg'unlashtirish. Bu endi yangi bir sintez edi. Xo'sh, Ibn Sino bu sintezni amalda qanday ko'rgan? Uning uchun fazilatli hayot faqatgina shaxsiy kamolot emas edi. U jamiyat haqida ham o'ylardi. Uning fikricha, sog'lom jamiyatning poydevori aniq axloqiy qadriyatlardan iborat bo'lishi kerak. Bular nimalar? Mana ko'rib turganingizdek, mehnatga muhabbat, halollik, do'stlik, insonparvarlik. Bular shunchaki chiroyli so'zlar emas, balki baxtli jamiyatning asosiy g'ishlaridir. Yaxshi, lekin bu fazilatlarning hammasini qanday qilib o'zimizda shakllantiramiz? Ibn Sinoning javobi juda aniq va lo'nda. Hamma eshiklarni ochadigan yagona kalit bor va uning nomi aql. Lekin bu yerda gap shunchaki matematika masalani yechishdagi aql haqida ketmayapti. Ibn Sino uchun aql bu bizning ichimizdagi kompas, yaxshini yomondan, to'g'rini noto'g'ridan ajratib beradigan eng ishonchli vosita. Mana shu nuqtada biz Arastodan Ibn Sinoga o'tishdagi eng katta farqni ko'ramiz. Bu jadvalga bir qarang. Arasto uchun asosiy fazilatlar 4 deydi: donilik, jasorat va hokazo. Ular amaliyot orqali shakllanardi. Ibn Sino esa g'oyani yanada chuqurlashtiradi. U aytadiki, bu fazilatlarning hammasi bitta ildizdan o'sib chiqadi. Bu ildizning nomi ma'rifat, ya'ni bilim va anglash. Va bu ma'rifatga faqat aql orqali erishiladi. Ko'ryapsizmi? Maqsad ham o'zgaradi. Arastodagi dunyoviy kamolotdan Ibn Sinodagi ruhiy kamolotga, oliy haqiqatni anglashga o'tiladi. Bu haqiqiy evolyutsiya.
Agar barcha yaxshiliklarning kaliti ma'rifat bo'lsa, unda barcha yomonliklarning ildizi nimada? Ibn Sino uchun javob bitta va juda achchiq. Bu johillik, bilimsizlik. Uning nazarida insonning eng katta dushmani, barcha nuqsonlarning onasi aynan shu johillikdir. Va na, endi biz o'sha falsafiy meros zanjirini to'liq ko'rishimiz mumkin. Hammasi Suqratning savollaridan boshlandi. Arastu bu g'oyalarni bir tizimga soldi. Farabiy esa bu tizimni sharq olamiga olib kirdi va tanishtirdi. Keyin esa sahnaga Ibn Sino chiqdi. U shunchaki zanjirning bir halqasi emas, u bu zanjirni yangi materiallar bilan boyitgan, sintez qilgan va yanada mustahkamlagan ustodir. Va qizig'i shundaki, aynan u boyitgan shu bilimlar keyinchalik Foma Akvinskiy kabi mutafakkirlar orqali Yevropaga qaytib bordi. Ko'ryapsizmi? Bilimning safari qanchalik ajoyib. Mana shunday qilib biz g'oyalarning Afinadan Buxorogacha bo'lgan aql bovar qilmas sayohatiga guvoh bo'ldik. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Bu shuni ko'rsatadiki, haqiqatga, bilimga va fazilatli hayotga intilish na millat, na din, na chegara tanlaydi. Bu umuminsoniy bir safar va bu bizni bugungi kunga qaytaradi. Keling bir o'ylab ko'raylik. Aql va axloqni bir butun deb bilgan Ibn Sino merosi bugungi texnologiyalar rivojlangan, ammo shu bilan birga axloqiy muammolarga to'la dunyomizda bizga qanday yo'l ko'rsatishi mumkin? Yashiringandir.